tamam so'ral munasiba. Sobahu, sabah bo'lsa sabah ertalab. Buni ya'ni bu yoshlar uchun daraja o'ta past bo'lganlar uchun qilingan kitob. Lekin borki, biz sizlarga xuddi shu narsani mana bu alohida mana shu YouTube bor, o'zining platformasi bor. Mana shu platformada har bitta hivorlarni mana bu variantlari bor. Ko'rsangiz, al-mat'am, to'ira, funduq belgilab berilgan. Mana shularni birin-ketin ko'rsatib, o'tib, darsni o'tamiz. Mana bundan tashqari mana bu yerda variantlar bor, to'g'ri-to'g'riga. Bu sizlarga ham kanalda, ham seferda albatta maksimal tarzda yordam beradi. Va bundan tashqari mana istima berilgan. Istima qismi mana bu. Istima qismi bu Allohning o'zini. Istima qismi ham xuddi shunaqa eshitamiz. Mana bu yerda o'zi berilgan va bularni ko'rib bajaramiz. Bu yuqori aytganimiz kabi eshitish qismini alohida qilingan kitobi. Eshitish qismini. Xo'sh. Eshitish qismida qilingan alohida kitob. Mana endi xo'sh, yuqorida yana aytganimiz kabi, xo'sh, yana qo'shimcha sizlarga nima taqdim qila olasiz bu kursimizda, ya'ni bu kursda biz o'qisak sizlar bizga nima bera olasizlar degan talabalarni nima deydi, murojaatiga va talab taklifiga binoan, xo'sh, bundan tashqari biz talabalarga hozir mana bitta kitobimiz bor, inshaalloh taol. Buni ham o'zini alohida o'rni bor kitobimizga. Xo'sh. Hozir men guruhga nima qilib qo'ydik? Kaset qilyapti. Yuklanyapti. Undan tashqari oramizda al-arabatu bayna avla degan, yo'q, hozir ekran ko'rmayman, ekran o'chirib qo'yganman. Ekran o'chirib qo'yganman. Hozir ekran yonadi. Xo'p. Oramizda al-arabatu bayna al-avla degan kitobni o'qiganlar bormi? Oramizda al-arabatu bayna al-avla degan kitobni kim eshitgan, kim xabar bor al-arabatu bayna al-avla degan kitobni? Xabarlaringiz bormi al-arabatu bayna al-avla degan kitobimizni? Birinchi marta eshityapman. Yaxshi. Baynada degan kitobni eshitganmisizlar? Al-Arabat Baynada. Xuddi shu kitobni qara. Al-Arabat Baynadagni qara. Al-Arabat Baynadagni A2 darajalar uchun qilingan kitob. Ya'ni hozir men sizlarga ko'rsataman kitobni qanaqa ekanligini. Xo'sh. Ungacha hozir u ochilganigacha, ya'ni o'sha kitobimiz ochilganicha men sizlarga o'sha al-Arabat bayna avladinani salgina sizlarga bir ta'riflab ko'rsatib beraman, xudo xohlasa. Inshaalloh taol. Va sizlarga aniqroq, tushunarliroq bo'ladi. Xo'sh. Demak, boshladik. Ekran ko'rinyapti, degan umiddaman sizlarga. Mana bu kitobni eshitganlar bormi, ko'rganlar bormi? Ekran ko'rindimi sizlarga? Ha, o'qiganman. Yaxshi. Al-Arabatu baynal avlad degan kitob. Ekran ko'rinyaptimi? Ha, ustoz ko'rinyapti. Xo'sh, ekran ko'rinyapti? Yaxshi. Bu kitob ham albatta o'zini alohida nimalari bor. Bu darajasi B A2 lar uchun boshlangan. A2 da alohida eshitamiz, eshitsanlarda har bitta nimani skaner qiladigan narsasi bor. Har bitta mana bu yerda nimalarni rasmlar bilan birga berilgan. Ya'ni har bittasida alohida rasmlar bilan berilgan. Juda bir maroqli va juda yaxshi kitob. Har bittasiga alohida qilingan. Ya'ni bu yerda biz ham nima qilamiz? Tabadur sual val javob ma'zami, ya'ni kayfa safarta ila qariya, safartu min al-qariya. Ya'ni aynan boshlanishida sizlarga mana shu kitobni o'rgatamiz. Ya'ni bu kitobning endi past darajasi, bu past. Sizlarga balandroq darajasini sizlarga ko'rsataman. Inshaalloh taol sizlarga. Xo'sh, bunday qilamiz. Mana bu masalan balandroq darajasi bor bu yerda bizda. Biz alohida o'zining baland darajasi bor. Xo'sh. Yo'q, bu 1-2 ekan bu. Adashgan ekanmiz, boshqa ekan.
Xo'sh, bu boshqa ekan. Yoqamiz. Xo'sh, al-juz al-awwal, mana bu yerda juz as-sadis qo'yilgan ekan. Mana bu qarang. Al-arba'atu bayna al-awlad. Mana bu ham xuddi shu kitob, sizlarga aynan kerakli darajalari, kerak nimalarni o'tamiz. Mana bu yuqorida berilganlar. Mana bu salgina nima deydi? O'zi nimalari bor. Lug'aviy darajalari kengroq. Mustavasiga qarab. Sizlarga o'zlariga mustavalarga qarab biz kitobni tanlab dars o'tamiz. O'tilgan kitoblar diqqatga keladigan bo'lsak. Bu al-arabati baynal avla degan kitobimiz. Va undan tashqari yana sizlarga aytadigan bo'lsak, xo'sh, undan tashqari mana bu yerda o'zimizning ko'p kitobimiz bor, kitob qo'llanmalarimiz bor, masodir degan o'zimizning shaxsiy nimamiz bor. Bu yerda hamma o'sha dars o'tiladigan kitoblarimizni qo'llanmalarimiz bor. Xo'sh, mana bu yerda A2 darajasi, mana bu. A2ni ko'ryapti A2? Yo'q, ustoz, ekrani yo'q. Ekran ko'rmayaptimi? Yo'q, ekran ko'rmayapti. Mashallah, ekran ko'rmayotgan bo'lsa, hozir ekran ko'raman. Endi ko'ryapti ekran? Aha. Xo'sh, ana bu A2 darajasi. Mana bu biz o'tiladigan asosiy kitobimiz Manhajul Alami Mustawa A2. A2. Birin-ketin buni boshlab ketamiz. Bu kitobimiz bizga eng asosiy beriladigan narsa. Bu bilan birgalikda Al-Arabati baynal avla degan kitobimiz bor, o'sha kitoblarni o'qib ketamiz. Al-Arabati baynal avla degan kitobimiz bilan bir xil buni o'qib ketaveramiz. Bunda asosiy kitob, bunga asosiy nimalar bor? Darsliklardan nimalar? Ya'ni bu kitobni tuzilishi qanday deyilsa, agar o'qimaganlar bo'lsa, oramizda o'qiganlar bo'lsa, yaxshi, o'qimaganlar uchun tushuntirib o'tamiz. Bu kitobning asosiy qismida birinchi navbatda sizlarga mufrodat, ya'ni mufrodat degani bu lug'atlar degani. Lug'atlar keladi. Unsa taroki degani iboralar. Mana shu mufrodat, ya'ni so'zlar va iboralar mana bu tekstlarda kelgan. Mana bu tekstlarda, mana shukran lakum asdiqoi degan tekstlarda kelgan. Mana shu tekstlarni ichidan mana bu yerda birinchi navbatda mufrodat, ya'ni lug'atlar alohida qilingan va iboralar alohida qilingan. Mana shunaqa. Va bundan tashqari eshitish qismi. Eshitish qismi ham alohida o'zini eshitish qismlari bor. Eshitish qismlarini tashlab beramiz sizlarga. Eshitish qismini har bittasini to'g'ri qo'yib, yoki mana bu yerlarda so'zlarni yozib bajaramiz. Va bundan tashqari qo'shimchaligida mavzuni mukammallashtirishlik uchun o'zini yana qo'shimcha nimalar bor ekan? Tadribat deydi. Tadribat degani bu mashqlar. O'zini mashqlari bor, o'sha mashqlarni bajaramiz. Va bundan tashqari esa yana istima qismlar keladi. Ya'ni istima bor. Uzr, adashimiz. Bu yerda istima emas, balki muloqatul fahm ekan bu yerda. Mana bu tekstimizning nimasi? Savollar ekan. Mana bu al-istima va fahm esa mana bu skaner qilingan. Skaner qilib qo'ysak, skaner qilib oladigan bo'lsak, ko'rsatadi bizga. Skaner qilib, birin-ketin eshitish qismlarimizni o'sha darajamizga mos ravishda nima qilib ketaveramiz? Ko'tarib yoki yaxshilab boraveramiz. Undan tashqari bu ikkita tekst, ya'ni har bitta vahdaga, ya'ni har bitta vahda degani bo'lim. Har bir bo'limga ikkita tekst bo'ladi. Ya'ni ikkita tekst bo'ladi har bitta vahdaga. Har bitta vahdaga ikkita tekst bo'ladi va odatda har bitta tekst kelgandan keyin uni lug'atlari keladi. Undan oldin birinchi lug'atlari keladi. Va undan tashqari o'sha tekstni yaxshilashlik uchun mashqlar keladi va mashqlardan keyin yana listening keladi. Listingdan keyin mana bu yerda oldingi qismi bor. Bu yerda mana bu yerda speaking degan o'zining alohida qismi bor. Al-muhadasa. Muhadasa degani mana bu suratga nima ko'ryapsizlar yoki mana bu suratga nima ko'ryapsizlar? Mana buni gapirishingiz kerak bo'ladi. Ana bu yerda esa iboralar degani bu aynan kitaba, ya'ni yozish qismiga kerakli bo'ladigan iboralar bo'ladi. Tushunadimi? Yozish qismida alohida kerakli iboralar berilgani uchun ham bu juda yaxshi kitob.
Ya'ni umumiy qilib olsak, bu kitobimiz kim uchun deyilsa, aynan 0